Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni keyingi vlogda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi vlog men haqimda emas yoki Italiyani ko'zga ko'rinarli joylari yoki shaharlari haqida emas, balkim bu safar boshqacha yondashamiz bu vlogga, ya'ni Italiyani oddiy sog'lom turmush tarzi, ya'ni sportivni burchakdan sizga ko'rsataman. Polshada bir tanishgan o'rtog'im bor, italiyalik. Erasmus proyektida borganimda. U Brazilian jiu-jitsu bilan shug'ullanadi, ya'ni braziliancha jiu-jitsu. Ya'ni bu grappling o'xshaydi. Kurashchi bir ikkita xususiyatlarini o'zida mujassamlashtiradi, lekin bu juda ham kurash emas, ya'ni erkin kurash. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bugun uni qo'llab-quvvatlash uchun keldim. Xuddi o'tgan safarga o'xshab, o'tgan safar kelganimda ko'p bo'la olmaganim, chunki kech payt ishlardim, ishga ketib qolgandim. Bu safar endi mana xudo xolis soat 12 dan 20 minut o'tdi. Chempionat oxirgi счёtda bo'lamiz. Sizlarga jiu-jitsu qanaqa Italiyada rivojlangan va o'zimni nima bo'ladi, taassurotlarim, fikrlarim. Ekspert emasman-u, lekin sportdan, ayniqsa kurashdan, erkin kurashdan sal bo'lsa ham tushuncha bor, tajriba bor. O'zim shug'ullanganman. Bilmaganlar если что. Keldim, mana ko'ramiz hozir. Ya'ni o'rtog'imni sizlarga tanishtiraman. O'zi ham huzurroq bola, hazilkashroq. Suhbatini olib, sizlarga uni fikrlarini, o'zimning fikrlarimni yetkazib berishga harakat qilaman. Tak keldik, mana shuni ichida bo'ladi. I've just won 2 matches, now I have 3 other ones, and then I will be in first place in this Italian competition. Italian! So wish me good luck. Thank you guys. After every match, I will come and I will ask your impressions, okay? Okay. Now I saw your second match. Good job. Thank you.
break. Nice. Good. Yes. No. Stai là. Yes. Good. No. Do it. Sostanza questo è praticamente di a parte di vendersi e poi se continui ad usarla molta gente ti Mana qaranglar. Mana bitta Posta Italiana eng katta dostavщик pochta bo'yicha. Mana bu katta joyi. Mana bitta bilmayman, xumorinami bu. O'rtada nima o'tgan? Mana bitta charxpalak. Yaqinlashib ketdi. Mana bu yoqda o'sha men aytgan Christmas market. Hozir boramiz. Ko'ramiz. Shu yerda aylanib nima qilaman? Chunki soat endi 2:30 bo'ldi. Bola bechara yutqizib qo'ydi endi, конечно, yutadi, oxirigacha boradi deb kelyotgandim. Оказывается, bu birinchi National Championship ekan, ya'ni respublika deydik o'zimizda. Shu respublika turniri bo'lgan ekan, butun Italiyadan kelgan. Lekin bu oq belboqlilarniki. Jiu-jitsuda ham belboqli bo'lar ekan. O'shanga endi mayli. Keldim. Chunki men bugun kechgacha kelaman dedim. Mana sizlarga haqiqiy Italiya kir iflos musur. Oxirigacha bo'laman dedim, no mayli. 2:30 deb bo'ldi. Vaqtim ancha bor. O'shanga mana bu Christmas marketdan yuramiz, aylanamiz, bitta lavash yeymiz. Sekin uyga boramiz. Bu yerdan metroga o'tirsam Roma terminiga olib borar ekan. Mayli, Roma terminidan keyin ketamiz. Tak hozir sizlarga ana endi haqiqiy hayot ko'rsaman. Boya sportivniy obraz жизни bo'ldi. Endi haqiqiy oddiy mana bu yerda faqat italyanlarda, tam turist yo'q. Chunki Rim markazidan nimasidan juda uzoqdamiz.